Hammaga assalomu alaykum bolalar. Sizlar bilan Kosmos bolalar. Bugungi videoga xush kelibsizlar. Bu men birinchi video. Bolalar, bugungi videoda TDMda zalyutni 2-3 baravarga oshirish haqida bo'ladi. Bo'lmasa bolalar, kanalga bitta like bilan obunani bosib qo'yinglar. Men videoni boshladim. Eng keraklisi birinchi o'rinda bolalar bu grafikani to'g'ri so'zlash haqida bo'ladi. Men o'zimning Telegram kanalimga har xil FPS'lar uchun 45 FPS, 60, 90, 120 FPS'lar uchun grafikalarni tashlab qo'yaman. Kimga kerak bo'lsa Telegram kanaldan o'tib olishlari mumkin. Ikkinchisi bu bolalar, bu joystick bo'ladi. Joystickda 130 dan 160 orasida qo'ysalaringiz normalniy, meniki 145 ta turadi. Bu juda zo'r, normalniy. Uchinchisi esa bu chust bolalar. Chust maslahatim sizlarga og'ir ham emas, tez ham emas, shu taxminan bir 250-300 lar orasida qo'ysalaringiz normalniy bo'ladi bolalar. Shu bilan bolalar, bu videoning o'z nihoyasiga yetdi. Agar video sizlarga foydasi tekkan bo'lsa, men bundan xursandman bolalar. Aytgancha bolalar, bu meni birinchi videoligim sababli kamchiliklar uchun uzr so'raman. Agar kamchilikni sezgan bo'lsalaringiz kommentariyaga yozib qoldiringlar. Keyingi videoga o'sha kamchilikni to'g'rilashga harakat qilaman.